Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ushbu video tasvir Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Shaffof mahallasidan bo'lyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. To'g'rida eski zakiz, hozir ijtimoiy xizmatlar markazi bo'lgan. Mana to'g'rimizda masjid, tuman markazi. Mana dastgohimizni ko'ryapsiz. Rus tilida apparat deyiladi. Mana bu tomonlarni ko'rishimiz mumkin. Pensiya jamg'armasi bilan moliya bo'limi mana shu yaqinimizda, mana shu markazda joylashgan. Mana Oybek Gold dedi, yangi hayot restorani bo'lgan. Mana apparatimizni ko'rishimiz mumkin. O'zi hamma ustanovkalari qilingan, $2700 turar ekan. Suvni qayta ishlab, tuzini ushlab qolib, gidra uzul qanday 5 litrlik qanday Nestle suvlarda top toza odamzodga ichimlik suvi darajasida yetkazib berar ekan. Ko'ryapsiz, mana samomoykalarga o'xshab. Mana bu yerdan pulini solib, как положено, arzimagan 10 litri 2000 so'mga siz toza, shirin ichimlik suvi olish huquqiga egasiz. $2700 turayotgan apparatni, germanskiy apparatni olib kelib ustanovka qilibdi. Ko'rishimiz mumkin. Mana Shaffof mahallasining domi atrofida joylashtirilgan. Dastavka xizmatlari ham bor. Ekranda yana telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Dastavka e'tibor beramiz, hurmatli mahalladoshlar. Dastavka pullik 93 lik 229 82 22 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilib suv buyurtirsalaringiz ham bo'ladi. O'zlaringiz kelib bemalol olib ketsangiz ham bo'ladi. Keyingi videolarimizda ham yana batafsil tushuntirib, fuqarolarimizga qulayliklar to'g'risida gapirib o'tamiz. Bizda hozircha shular. Akmal Jumayev kanallariga obuna bo'lamiz, qo'llab-quvvatlaymiz, laykni bosamiz. Sog' bo'linglar.